Assalomu alaykum azizlarim, sog'lommisizlar? Yana men sizlar bilan Husniydonxon Sultonova, andijonlik kelin. Men sizlarga bugun вообще bomba video tayyorlab qo'ydim. O'tkazib yubormang, kanalimdan uzoqlashmang, diqqat bilan ko'rishda davom eting. Har bir xonadonda bo'lmasa ham ko'pchilik xonadonlarda mana shunday gaz ballon hayotimizning mazmuniga aylanib qoldi. Hayotimizning mazmuniga aylanib qolishiga qaramasdan juda bu gaz ballon oshxonamni ko'rkini buzayotgandi. Har mahalliga kelib alishtirganda bundan ham eskiroqlari ham to'g'ri kelib qolardi. Endi oshxonamdan joy egallab turadigan gaz ballonni bunday xunuk holatida turishini oldini olgan holatda uni chiroyli qilib yasab chiroyli holatga keltirib qo'yish uchun bir ideya o'yladim va albatta azizlarim sizlarga ham ilindim. Agar ushbu ideya ham sizlarga ham yoqqan bo'lsa, sizlar ham harakat qilib tayyorlab ko'rishinglarni maslahat beraman. Albatta sizlarga juda yoqadi deb o'ylayman. Avvalambor men gaz ballonni bo'yini hamda aylanasini o'lchab oldimda. Men oldin ullarimga parda tikkanimda mana shu materiallar oshib qolgandi, tepa qismini o'lchab qo'yib olganimda oshib qolgandi. Shulardan endi foydalanaman. Yaxshi ham saqlab olib qo'ygan ekanman. Mana endi foydasi tegyapti. Juda shu gaz ballonga to'g'ri keladigan matoyim bor ekan. Uni qiymadimda mana shu rezinka bilan zborka holatida tikib chiqaman. Tikuv mashinamga o'tirdimda o'zimga kerakli asbob anjomlarimni tayyorlab olib tikishni boshladim. Avvalambor rezinkani bir-biriga ulab birlashtirib tikib olaman. Men musorlarga mana shunday chelakcha ham xarid qilgandim. Sizlarga ham asqotadi azizlarim. Shuning uchun ko'rsatib o'tib ketyapman. Juda zo'r ekan. Endi mana shu rezinkani matoyimni avvalambor o'ngi testini bilib olamanda tikishni boshlayman. Menda matoyim vishvkali ekan. Vishvkali tarafini pastga qo'yib olamanda hamda vishvkasiz, gullisiz yo'q tarafiga rezinkani tikib zborka holatida tikib olaman. Avvalambor ushbu materialni test tarafidan birlashtirib tikib olyapman. Xuddi yubka holatida tikib olyapman, bir-biriga birlashtirib. Yubka holatida tikib bo'lganimdan so'ng boya aytganimdek mana shu rezinkani vishvka emas qismiga, ya'ni tepa qismiga o'rnatib olyapman. Zborka qilgan holatda o'zi qattiq tortib tikkan sari rezinkani zborka holatiga kelib qoladi. Vishvka gullari pastida qoladi, xuddi yubka sifat bo'lib qoladi. Buni azizlarim tikuvchilikdan xabari yo'qlar tushunmashi mumkin. Butgandan keyin tushunib olishi mumkin. Mana tayyor bo'ldi. Xuddi yubkaga o'xshab tayyor bo'ldi tikkanim. Bu parda matosi yubka setkaligi uchun ichlari ko'rinib qoladi. Shuning uchun ichini ko'rinmagan holatda mana shunday materialim ham bor edi. Shuni ham xuddi shunday qopcha sifatida tikib olaman. Mana tikib oldim. Tikib olgan joylarimni yaxshilab tekis qilib dazmollab boramiz. Endi mana shu qopchani yubka sifat degan tikkan pardamga ichiga kirgizib olaman. Shu joylarida o'g'lim shumtakaligini qilib, svetni o'chirib yoqib o'ynayapti. Uni so'kib tikishda davom etdim. Ichidagi xuddi astar qilib ichiga tikib olaman birlashtirib. Boya tikkan setkali parda materialim cho'ziladi, chunki rezinkasi bor, zborka qilib terilib tikilgan. Buni cho'zgan holatda qopli materialni cho'zilmaydi, oddiy holatda bir-biriga yopishtirgan holatda tikib olaman. Setkali materialni cho'zib tikib olaman. Mana ikkalasini birlashtirib tikib oldim, shu holatga keldi. Xuddi tasavvur qilsanglar, ichida astari bor yubkaga o'xshadi. Endi esa tepa qismini tayyorlab olaman. Jinday sabr qilsanglar azizlarim, nima ixtiro qilayotganimni o'zingizlar ko'rib guvohi bo'lasizlar. Endi tepa qismini tikishni boshladim. Mana shunday bir chok qilib yurgizib olyapman. Men materialni o'rtasidan emas, bir tarafini jinday ozroq miqdorda, bir tarafini ko'proq miqdorda qilib o'rtadan chok yurgizib olyapman. Oddiy. Endi mana shu ipni tortib chiqib, zborka terib chiqaman bir xilda qilib. Mana ko'rib turganingizdek, menda tashlab yuboradigan holatga kelib qolgan mana bu qo'g'irchoq kukla bor edi. Qizimning qo'g'irchog'i edi. Mana shu gaz ballonga mana shunday
kelinchak holatidagi fata kiygan holatdagi qo'g'irchoqni yasadim. Kelinchak holatidagi fata qilib yasadim. Bu qo'g'irchoq allaqachon oyoqlaridan mahrum bo'lganda mana shunday holatda qirqib oldimda shu yerga kirgizdim. Mana izlarim, boya aytgan ideyam tayyor bo'ldi. Sizlarga ham yoqdimi? Yoqqan bo'lsa sizlar ham foydalanib ko'ringlar. Uning bo'lib gaz ballon turgandan ko'ra mana shunday chiroyli holatda turgan ma'qul deb o'yladim. Bir chekkada tursa, orqasidan shlankasini o'tkazib ishlataversa ham bo'laveradi. Yana qanday foydali videolar olishimni xohlaysizlar azizlarim? Videoim yoqdimi? Kommentariyalar kutib qolaman. Sizlar bilan Husniddin Sultonova, andijonlik kelin bo'ldi. Ko'rishguncha azizlarim, sog' bo'linglar.